Hozirgi yoshlar universitetga borishi kerakmi deb so'ralgan. Ilon Mask oxirgi intervyuida shu gaplarni aytib o'tdi. U hindistonlik investor bo'lgan Nikhil Kamath bilan yaqinda intervyu olib o'tdi. Uni aytgan fikrlarini, muhim joylarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu yoqda Ilon Mask aytgan, hozirgi holatda universitetlarni 50% lik nimasi tushib ketgan. Negaki u yerdagi tizim ancha orqada, hozirgi sun'iy intellekt va robot industriyasida yangiliklardan orqada qolgan va yetisha olmayapti unga. Juda ham tez o'zgarib boryapti. Bu yerda aytgan, men yoshlarga maslahatim, u yerga hard skills uchun bormang, ya'ni bitta professiyani o'rganish uchun, injiniring yoki boshqa nimalarni. Lekin bu o'qishda nimasiga bog'lanib qolmang, ya'ni o'zingiz o'rganing undan tashqari. Ya'ni universitetda bu programmasiga ishonib qolmang degan. Balkim bo'lsa soft skills, ya'ni insonni o'sha jamiyat bilan bog'lab turadigan narsalarni o'rganing degan. Ya'ni bu jamiyatda o'zini o'rnini topish, insonlar bilan do'stlashish, networking qilish